Assalomu alaykum, Pavlon ishqibozlari. Bugun mana 2024-yil 11-mart. Xudo xolasa, Pavlon sohasida mehmonimiz Muzaffar aka, Semiz aka. Semiz azamjon, sog'lik. Semiz aka. Assalomu alaykum hammaga. Tinch omonmisizlar. Kirib kelgan Ramazon ro'za ayyomlari muborak bo'lsin hammalaringizga. Bizni kanalimizda Zaminni kanali deylar uchun tanishtiraman. Azamjon Pavloniya bo'yicha ko'chat yetishtirish bo'yicha mutaxassis. Muzaffar aka. Semiz aka. Rahmat, tinchmisiz? Muzaffar akam bilan hozir hech qachondan beri ko'rishamizni yurdik. Mana bugun Muzaffar akam bilan ko'rishdan maqsad, Muzaffar akam bu yilgi bahorgi sezondan uje ko'chatchilik faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishdi. Shu vaqtda Muzaffar akam o'zi bir-ikki og'iz. Aziz do'stlar, biz vaqtinchalik ko'chatchilik yo'nalishimizni to'xtatib turibmiz. Bu yo'nalishda Azamjon davom ettirib turadilar, xudo xolasa. Ko'chatlarga ko'chat olish uchun bemalol Azamjon nomerlarini qo'yamiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, Azamjon oladilar va sizlarga sifatli ko'chatlarni yetkazib beradilar, xudo xolasa. Biz nimaga ko'chatchilik yo'nalishida to'xtatdik vaqtinchalik? Buni sabablarini videorolikni oxirigacha ko'rsangiz, albatta bilib olasiz. Hozir esa Pavloniya mahsulotidan mana bunaqa narsa mahsulot ishlab chiqarishga harakat qilib ko'rdik. Bir ikkita obrazis qildik. Bu yarim tayyor mahsulot mana shu reykachalar Pavloniyadan yasalgan. Endi qarang. Mana bu bitta Pavloniya daraxti. Mana bu reykacha Pavloniyadan nechta reyka, necha metr reyka chiqishi mumkin. Endi bundan nima yasadik? Yasab ko'rdik eksperiment uchun. Hozir ko'ramiz va nech pul bo'lishi mumkin hisoblasak bo'ladi. Bu rosa katta bo'lishga keldi, xudo xolasa. 5-6 yilda уже katta bo'lishi mumkin. Mana bu reykadan juda ko'p bo'lishi mumkin. Xo'p, o'zim uyimda katta mana shunaqa Pavloniya bor edi. Uni hisoblab ko'rganimda ancha summa bo'lib ketdi. Hozir nima ishlab chiqarganimizni ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, buni har xil svetga bo'yash mumkin. Bu mana aziz do'stlar, mana bu sveti va mana bu sveti hali bitgan yo'q edi. Buni ko'rsatalmadik. Lekin bu sveti ham juda chiroyli chiqqan. Yaqindan nimalarini ham ko'ramiz. Strukturasi ham вообще o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizda qanaqa tasavvur chiqyapti Muzaffar aka. Bunchalik tasavvur qilmagandim Pavloniyadan. Mana o'sha elementarniy, nozik narsalarni ishlab chiqarsa bo'lar ekanda. Usta aytayaptilar, buni yasab bergan ustamiz. Bu rangda o'ziga zo'r olar ekan deyaptilar. Oson olar ekan, ham sasnadan ko'ra rangda chiroyliroq chiqarib berar ekan deyaptilar. Ham ushlasangiz strukturasi o'zi ushlaganingizda ham bilinib turibdi. Ham yengil, ham yengil. Buni asosan uylarga dekorativga qo'yish mumkin. Mana bu joylarga gul qo'yib qo'ysa bo'ladi. Gulini ham qo'yib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Kitob qo'ysa ham bo'lsa kerak, kitob qo'yadigan qilsa ham bo'ladi. Aziz do'stlar, mana shu narsani uyingizga olish uchun nech pul olgan bo'lardingiz? Kommentlarda yozib qoldiringlar. Juda chiroyli narsa bo'lgan. Hozir ofisga borib, devorga qo'yib, gullarini ham qo'yib ko'rsatamiz, o'zlaringiz baho berasizlar. Videoni ko'rishni davom ettiringlar. Bo'lmasa biz hozir Muzaffar akam bilan Yazamondagi ofisiga boramiz, Gilamni. O'sha yerda batafsil Muzaffar akam nima uchun ko'chatchilik faoliyatini vaqtinchalik to'xtatyapti, o'sha haqida o'zi batafsil yoritib beradi. O'zining kanallariga ham qo'yadi, biz kanalda ham qo'yiladi, shuning uchun bir yozib ko'rsatadi. Inshaalloh. Buni ham gullarini qo'yib, devorda qanaqa turishini o'sha joyda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ketaverganmi? Bugun Muzaffar akam ofisidamiz. Zamin kompaniyasida. Tashakkurnomalar, Zamin. Mana aziz do'stlar, gullarini ham qo'yib oldik. Bitta devorga ilib ko'ramiz endi. Bismillah. Juda chiroyli. Qalay bo'ldi? Sal past bo'lib qoldi, lekin chiroyli remont qilingan baland uylarga вообще zo'r o'rnasa kerak. Nech pul bergan bo'lardingiz mana shu gullidan tashqari? Hozir o'sha hisobda gullari endi bozorda olishingizga, dizga bog'liq. Mana bu narsa juda arzonga tayyor bo'ladi Pavloniyadan. Yaxshigina pulga sotsa bo'ladi, xohlasa.
agar kimga mana shunaqa narsa kerak bo'lsa, gulidan tashqari 3 xil sveti bor. Mana bunaqa sveti bor, oddiy, o'zini bessvetniy laksi bo'ladi. Undan keyin mana bunaqa sveti bor. Undan keyin mana bunaqa sveti bor. Uchala svetidan qilib beramiz. Eng kam 10 taga buyurtma olamiz. Agar kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Har bir donasi hop 250 ming so'mdan qilib beriladi. Hozir agar buyurtma bersalaringiz, 10 tadan ko'p oladigan bo'lsalaringiz, 170 ming atrofida kelishaveramiz. Agar kimga bu kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Aziz do'stlar, biz ko'chatchilik yo'nalishimizni vaqtincha to'xtatishimizga bir nechta sabablar bor. Ayrim sabablarini hozir Ekozamin loyihasini tushuntirganimda o'zi bilib olsalaringiz bo'ladi. Ekozamin loyihasi o'zi qanaqa planlashtirilgan. Ekozaminda birinchi o'sha ko'chatchilik yo'nalishi bo'yicha yerni olib, plantatsiya tashkil qilib, plantatsiyani orasiga ko'chatlar ekib, ko'chatni sotib, o'sha ko'chat puliga keyingi plantatsiyani tashkil qilish edi. Undan keyin keyingi plantatsiya, undan keyin keyingi plantatsiya 6 yil plantatsiya tashkil qilish rejalashtirilgan edi. Ana undan keyin zavod qurib, bu plantatsiyamiz 6 yildan keyin yetilganda bu plantatsiyadagi daraxtlarda zavodda mahsulot ishlab chiqarib sotish, O'zbekistonga va dunyo bo'yicha eksport qilish maqsad qo'yilgan edi. Biz birinchi plantatsiyani 20 gektarli muvaffaqiyatli tashkil qildik. Ikkinchi plantatsiyamiz 32 gektarli plantatsiyamizni tashkil qildik va buni oxiriga yetkazolmadi. 32 gektardan 28 gektarini tamomladik. 4 gektariga ozgina mablag' yetmay qoldi. Sababi ko'chatlarni ko'p ekkan edik, ko'p rasxod qilgan edik. Bular rasxodlarimiz chiqmay qoldi. O'tgan yilga hisobga ko'ra dekabr oyigacha o'rtacha 100 ming dollar zararga kiribmiz. Ko'chat ekish, nihocha yetishtirish va dalaga ko'chat ekish bo'yicha sarflagan pulimizni 100 ming dollarchasi chiqmadi. Dekabrgacha harakat qildik bu yo'nalishda rivojlantirish uchun, lekin imkon qolmagandan keyin komanda bilan maslahatlashib, ko'chatchilik yo'nalishini vaqtincha to'xtatishga qaror qildik va pul ulgurmaganligi uchun mana bu plantatsiya ham oxiriga yetmay qoldi va bu plantatsiyani nobud bo'lmasligi uchun boshqalarga sotishga qaror qildik va sotildi bu plantatsiya. Buni berib yubordik, chunki bunga pul nima qilolmaganimizdan keyin, loyiha o'zini qoplamagandan keyin уже bu daraxtlarimiz nobud bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun buni ham zarariga sotildi. Ko'chatchilik yo'nalishida o'zidan 100 ming dollar atrofida zarar qilingan bo'lsa, bu plantatsiyani ham bunga tikilgan puldan anchagina zarariga sotildi. Sababi bu to'liq bitmagan, yarim tayyor bo'lganligi uchun endi bekka tikkan pulingizni hamma ham bera olmaydi. Ko'chatchilik yo'nalishida shunaqa holat bo'ladi. Bu bo'yicha ham video roligimiz bor. Ekozaminga kirsalaringiz, agar Azamjonning kanalida bo'lsalaringiz, bizning kanalga o'tib darsliklar qilganmiz. Pavloniyani qanaqa yer tanlash kerak, qanaqa qilib plantatsiya tashkil qilish kerak, qanaqa qilib ekish kerak, qanaqa qilib ularni parvarish qilish kerak. Polnisi darslik qilib, video qilib joylaganmiz. Shundan agrotexnikalarini ko'rib, 7 yillik tajribamizdan foydalansalaringiz bo'ladi. Shuni oxirida bitta video rolik hali qo'yganimiz yo'q edi, endi qo'yamiz. Qanaqa risklari bor? Pavloniya plantatsiya qilishda qanaqa risklari bor? Shular to'g'risida ham gapirib o'tganmiz. Oxirgi videoni ko'rsalaringiz shu haqda ma'lumotlar bor. Biz o'zimiz boshimizdan o'tgan narsalarni ma'lumot qilib joylaymiz, xudo xolasa. Joylangan bo'lishi mumkin bu videoni ko'rganingizda. O'sha darsliklarda oxirgi darsda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ana endi hop biz bu plantatsiyalarni tashkil qilib zavodda yurgizib olishdi. Undan keyin ko'chatlarni, sotilgan ko'chatlarni, xalqqa sotilgan ko'chatlarni olib, bu ko'chatlarni ham zavodda ishlab chiqarishimiz kerak edi. Bitta katta zavod bo'ladigan bo'lsa, bir yilga bu 20-30 gektarli plantatsiya hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun polni sotilgan ko'chatlarni zavodda ishlab chiqarib, mahsulot qilib sotish rejamiz bor edi. Endi inshaalloh mana bu daraxtimiz yetilsa, bu daraxtimizdan mahsulot, mana bunaqa sekin-sekin mahsulot ishlab chiqarib sotib,
sekin kengaytirib bitta zavod ochiladigan bo'lsa, xudo xolasa, mana shu xalqdagi pavloniyalarni olib zavodda mahsulot ishlab chiqarib sotishni rejalashtiryapmiz. Mana bu ko'chat sotish bo'ladigan bo'lsa, bu bizning komandamiz katta bo'lgani hisobiga, rasxoti ham ko'p bo'lgani hisobiga hozirgi narxlarni ko'rasizlar, anchagina narxlar arzon. Azamjon qanaqa qilib bunaqa arzon sotyaptilar, men hayronman. Lekin biz umuman qoplamayapti, zararga ham kirib ketib qoldik. O'shuning uchun ko'chat yo'nalishini to'xtatib turibmiz. Lekin zavod, bu plantatsiyamizni xudo xolasa inshaalloh vaqt soati bilan yurgizish maqsadimiz bor inshaalloh. Bu ko'chatchilik yo'nalishimizga bitta bu sabab bo'lgan yo'q, yana bir nechta sabablari ham bor. Endi ayrimlarini aytib o'tdim. 100 ming dollar qarz bo'lib chiqishingizga yo'q, qarz bo'lganim yo'q, zarar bo'lishiga ko'p xarajatlar bo'lgan bu yerda ko'chat yetishtirish uchun. Narx tushib ketishi. Biz endi hozir aytayapman-ku, bizga boshqalardan ko'ra sal qimmatroq tushadi. Sababi yil bo'yi mutaxassislarimizga oylik berishimiz, doimiy dalada ko'chatlarga qarab turishimiz, ularga odam ishlab o'tini choptir, suvini qo'y, uqil, buqil. Xullas xarajatlarimiz juda ko'p bo'ldi. Hisoblaganimizda dekabr oyigacha 100 ming dollar atrofida zararda chiqayotgan ekanmiz. O'shuning uchun dekabr oyida ko'chatchilik yo'nalishini to'xtatganmiz. Komandani tarqatilgan, ularga oylik yetkazib berishda imkoni bo'lmay qoldi. Endi xudo xolasa bu loyihani, ko'chatchilik loyihasini to'xtatganmiz. Inshaalloh boshqa loyiha bo'yicha ishlayapmiz. Yangilik bo'lib qolishi mumkin inshaalloh. Yangilik qilganimizda kanallarimizda e'lon beramiz. Bu Pavloniya yo'nalishida emas, boshqa yo'nalishda yangilik qilyapmiz xudo xolasa. Xalqqa foydasi tegadigan yaxshi narsalar qilingan. Bu loyiha ham xalqqa foydasi, masalan, ayrimlar bunaqa ko'chat yetkazib bersangiz, o'zi qaramasdan ko'chatini o'ldirib qo'yib, unaqa ekan, bunaqa ekan deydigan odamlar ham bor-ku. Ko'chatni yaxshi qaragan, yaxshi parvarish qilgan odamlar yaxshi natijalarga erishyapti. Lekin dangasalik qilib, yo bo'lmasa nimadir qilib, yo bo'lmasa yeri to'g'ri kelmasdan, yo suvini vaqtida qo'ymasdan, yaxshi qaramagan odamlarning pavloniyasi yaxshi o'smayapti. Bu o'zlarini xatolari tufayli deb o'ylayman. Chunki bizda keraklicha biz berishimiz kerak bo'lgan barcha narsalarni harakat qilib berildi. Undan tashqari Azamjonni kanalidagilar va o'zimizning kanalimizdagilar tepada darsliklar qo'yganmiz. Plantatsiya tashkil qilishdan oldin albatta darsliklarni ko'ringlar. Shunday xalqqa manfaatli bo'lsin. Biz 7 yillik tajribamizdan foydalaninglar degan holatda tajribamizdan kelib chiqib ma'lumotlarni qo'yganmiz. 20 tadan oshiq darslik bor. Yerni qanday tanlash kerak? Pavloniya uchun qanaqa yerlar mos keladi? Qanday tayyorlash kerak? Pavloniyalarni qanday ekish kerak? Qanday parvarish qilish kerak? Qaysi qurtga qarshi qaysi dorilarni sepish kerak? Yana o'sha yerni tanlashdan to daraxt bo'lguncha keladigan holatdagi ma'lumotlarni imkon boricha to'liq qilib joylashga harakat qildik. Bularni ko'rsalaringiz albatta inshaalloh manfaatli bo'ladi degan xulosadamiz, xudo xolasa. Hozir esa ko'chatchilik yo'nalishiga ko'chat kerak bo'lsa, Ekazamin kanalida ko'rib turganlar Azamjon nomerlarini qo'yamiz. Unga aloqaga chiqib, ko'chatlarni olib, parvarish qilib yetishtirishingiz mumkin. Nasib bo'lsa inshaalloh mana shu zavodni qursak, mahsulotini olib, mahsulot ishlab chiqarib sotish niyatimiz bor. Davom ettiramiz. Bu maqsaddan hali orqaga qaytganimiz yo'q. Inshaalloh mana bu yerda 20 gektarlik plantatsiyamiz bor. Buni deyarli rasxoti tugagan, faqat suv qo'yib qarab turilsa bo'ldi. O'shuning uchun bu yerda odamimiz bor, qarayotgan, parvarish qilinyapti. Bu yetilganda mahsulotini sekin ishlab chiqarishni boshlaymiz inshaalloh. Ishlab chiqarishni boshlaganimizda, zavod qurilganda bizga ko'proq mahsulot kerak bo'ladi. Shunda mana bu daraxtlarni sotib olish ehtimolimiz katta bo'ladi inshaalloh. O'zimiz kanalimizdagilar, masalan, ko'chatga zakaz berib qo'yganlar bor, ularni ko'chatlarini yetkazib beramiz. Uni shartnomalarda oxiriga yetkazamiz inshaalloh. Nomerlar ishlagan yo'qmi o'z nomerlaringiz? U nomerlar ishlagan yo'q, lekin men o'sha zakaz berganlar bilan aloqadaman o'zim. Nomerlar bizda bor-ku, men o'zim aloqaga chiqqanman. Agar oldingi nomerlari bo'lsa ishlagan yo'q, bizga telefon qilaverasizlar. 60 40 oxiri. Eski oldin Ekazaminda nomerlari ishlagan yo'q.
Agar men zaril bo'ladigan bo'lsam, qanaqadir shartnoma tuzilgan bo'lsa, sizlar bilan menga chiqolmayotgan bo'lsangiz, Azamjon nomeriga qo'ng'iroq qilib, meni nomerimni olib, menga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.